a huge concentration camp in Xinjiang, China, holding Muslims, Uyghurs, Kazakhs, and Uzbeks. Xalqaro matbuotlarda Ikkinchi dunyo urushidan keyingi eng keng ko'lamli tutqun qilish deb suratlanayotgan Xitoyning Uyg'ur elidagi qabih bostirish harakatlari yaqindan buyon dunyoning diqqatiga texmi kuchli sazovor bo'lishga boshladi. Sotsial media dunyoni bir kichik mahallaga aylantirib qo'ygan bugungi kunda Uyg'urlar uchun ovoz chiqarg'uvchilarning sadolari bu qulaylik manbalar orqali borgancha avjiga chiqmoqda. Bir qism dangliq shaxslarning Uyg'urlarni qo'llash chaqiriqlari sotsial medialarda e'lon qilingandan keyin ularning agash kuchlari bu sadoni dunyo miqyosidagi davlatlarda texmo keng ulg'aytmoqda. Radiomiz to'plab diqqatingizga sungan ushbu videolar dunyoning har qaysi joylaridagi yoshlarni asos qilgan to'rdashlar Uyg'urlarni qutqizish va Xitoyning yig'ib olish lagerlarini taqash temasida e'lon qilgan nurg'unlagan chaqiriqlarning ozgina bir qismidir xolos. There's 1.3 million Muslims being held against their will in China by the government because they believe in a different faith. Roughly 1 in 5 cotton products around the world were made by Uyghurs, and we must demand that these brands look into their suppliers and switch immediately. They are all actively violating human rights laws and profiting off of a genocide.